Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyim munosabatlaringiz haqida ko'ramiz. Bu общий расклад. Qanunda boshladik. Men 3 ta karta qo'yaman. 3 ta kartadan o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Men niyatlaringizni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Xo'p, ko'raylikchi sizlarning munosabatlaringizda hozir nima gaplar? Bu birinchi karta. Bu ikkinchi karta. Uchinchi karta. Hop, birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta. Men birinchi kartamizni ochishni boshladim azizlarim. Hop. Munosabatlaringiz hozirda aqlingizdagi inson siqilishlarda turganligi, ya'ni o'ylovlarda turganligi, sizni yaxshi ko'radi, uning hayollarida juda ham bir romantik holatlarda o'ylashligini aytmoqda bu yerda. Chunki siz uni ayol sifatida juda ham rom qilganligingiz bu yerda ko'rinib turibdi. Ammo munosabatlaringizdagi nima desam, gaplar orqali sizlarda to'xtash turibdi. Hozirda munosabatlaringiz bir-biringizga yolg'on, soxta, ya'ni bir-biringizga bo'lgan munosabatlar ko'rinmoqda bu yerda. Aqlingizdagi inson hozirda harakatsizliklari orqali turganligi kartamizda ko'rsatmoqda. Ya'ni sizga yukni tashlab qo'ygan va sizlarda munosabatlaringiz to'xtashlikdasizlar aqlingizdagi kishi bilan. Ammo aqlingizdagi inson siqilishda, hozirgi holatida siqilishda turganligi. Ammo bu munosabatlaringiz davom etadi. To'xtab qolgani bilan hozircha, ammo davom etadi deb kartamizda aytmoqda. Xo'p, ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Hop, sizlarda nimalar bo'lyapti? Hozirda sizlar bir-biringizdan xabar kutmoqdasizlar. Aqlingizdagi insonda, ya'ni uchinchi shaxs borligi, u inson uchun kurashayotganligini kartamizda aytmoqda. Yoqtirgan insoningiz, ya'ni aqlida hozir tanlov qilmoqda. Aqlingizdagi insonda hayotida muammolar yaqin kunlarda borligi va sizni aqlingizdagi inson hozir juda ham tushkunliklarda turganligi. Ammo nima desam, u sizlar bilan emas ko'proq, ya'ni uchinchi shaxs bilan, uchinchi shaxsni o'ylayapti deb bu yerda aytmoqda va muammolar ichida turganligini kartamizda aytib bermoqda. Xo'p, uchinchi kartamizni tanlagan insonlar. Uchinchi kartamizda nima gaplar? Sizlarda munosabatlaringizda yaxshi xabar, ya'ni romantik holatlar, glavnisi sizni juda ham aqlingizdagi inson juda ham yaxshi ko'rishligi ko'rsatmoqda bu yerda azizlarim. Aqlingizdagi inson juda ham nima desam, puxta, bilib ishini qiladigan va juda ham bir kuzatuvchan inson, nima desam, ko'pincha sizni kuzatadi deb bu yerda aytmoqda kartalarimizda. Aqlingizdagi kishi indamay turib ishini qiladigan insonlardan. Sizdagi har bir holat unga juda ham qiziq. Ya'ni bu kartamizda shunaqa deyilmoqda. Aqlingizdagi insonda uchinchi shaxs, ya'ni hayotida yo'q, sizni yaxshi ko'radi, lekin bu inson ikkilanishda turibdi. Sizga bildirmasa-da, siz haqingizda orqangizdan yaxshi gaplar eshitmagan bu inson. Shu bois u o'ylov ostida, lekin sizni yaxshi ko'radi deb kartalarimizda aytmoqda bu yerda azizlarim. Agar bu raskladimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Sog' bo'linglar.